Assalomu alaykum, men Tuziba, Farg'ona viloyatidan keldim. Men o'zim 7 yildan beri kardiologiya uchun turardim. Gulbekning kasalligi va tahlikaviy kasallik bo'yicha 3 yildan beri onkologiya kasalligi uchun turardim. Men bu dorilarni iste'mol qildim. O'zim tibbiyot xodimiman. 25 yildan beri o'rta tibbiyot xodimi bo'lib ishlayman. Va bu tabletlarni ichishni boshladim-da, 5 kundan keyin kardiolog tabletlarni tashladi. Davleniyaga dori ichishga qo'ydim. Yuragim 150-180 turardi. 10 kunda tekshirtirsam 110 taga tushib qoldi. Kunda 8 ta tabletka iste'mol qilardim. Onkologiya kasalliklari bilan onkologiya kasalliklari tabletkasini 10 kun ichida tashladim. 11 yildan beri uyqusiz kasallikka chalingan edim. 15 kun ichida uyqularim joyiga tushdi. Mana Allohga shukr. 20 kundan oshiq iste'mol qilgan bo'lsam, endi bir kunda 2 martadan iste'mol qilishni boshladim. Umuman tabletka ichishga qo'ydim. Aterim jamoam bilan Farg'ona viloyatidan shuni aytgani keldim.